Shunday odam topilmadi. Hayotim davomida orzu qildim. Meni tushunadigan, so'zsiz anglaydigan, shamolga qarshi yonimda turib yura oladigan bir odamni. Og'ir kunlarimda ko'zlarimga qarab, men sen bilanman deyishini xohlardim. Har narsaga qaramay qolishini, lekin shunday odam topilmadi. So'zlar ko'p bo'ldi, va'dalar ham, lekin vaqti kelganda ko'pchilik ketishni tanladi. Qiyinchilik tushganda ko'pchilik jim bo'ldi. Meni haqiqiy holatim bilan qabul qiladigan, niqobim ortidagi haqiqatni ko'ra oladigan yurakni izladim. Ammo yuraklar yoki yopiq edi, yoki yuzakilik bilan to'la edi. Men suyangan bo'lishim mumkin bo'lgan yelka qidirgandim. Lekin u yelkalar ko'pincha faqat quvonchda yaqin edi. Sadoqat haqida ko'p eshitdim, lekin uni amalda kam